Assalomu alaykum. Mana bugun men zakaz qilgan yangi mahsulotlarim keldi. Mana nakladnoyi 80 ballik mahsulot. Men bu Cherny Timin shampunidan 4 ta zakaz urganman. Bundan 10 ta ursam ham, 20 ta ursam ham bari juda ham yaxshi ketadi. Sababi bitta olgan inson qayta shuni xarid qilyapti. Sababi bu barcha turdagi sochlar uchun. Keyin bu to'kilishga qarshi 1-2 yuvgandan keyin soch to'kilishi to'xtaydi. Shu uchun ham buni klienti juda ham ko'p. Bundan qo'rqmasdan 10 ta 20 ta urib olaveringlar, chunki buni bir ishlatgan odam qayta ishlatadi. Demak, bundan 4 ta zakaz urib olganman. Juda ham zo'r narsa. Men yaxshi sotaman bundan. Puli ham juda ham hamyonbop. Ati 25 ming so'm. Yaxshi, juda ham bu original mahsulot, effekti ham zo'r, barcha turdagi sochlar uchun va yana puli ham juda ham super. Mana bu shampun detskiy qulupnayni hidi keladi. Bolajonlar uchun ko'zni achishtirmaydi. Buni hidi shunchalik shirin, shunchalik yaxshiki, buni olgan odamlar, ayollar bolasi uchun olganlar, o'zimiz ham shu shampunga bosh yuvaman, chunki juda ham yaxshi ko'raman deb ko'pchilikdan eshitdim. Bu shampunni bolajoni uchun olib, o'zi ham ishlatgan. Sababi bu juda ham bir hidi ham yaxshi, bir yoqimtoy, juda ham yaxshi. Hozir katalogimizda aksiya ketyapti. Shampunchadan bitta olsangiz, mana bu nimacha sovunchasi sovg'aga 100 so'mga berilyapti. Mana bitta urib oldim va sovg'asini ham. Keyin mana bu quruq yuzlilar uchun oksilojeni kislorodniy nabor. Bu bitta zakaz edi. Quruq yuzli bir 35 yoshli bir klientimni zakazlari, quruq yuz uchun, uhot uchun, yuzni uhoti uchun biror bir narsa ayting deganlarda men shuni tavsiya etdim. Oldin gialuronkani naporini ishlatgan ekanlar, endi buni ham ishlating dedim. Bu eng muhim ayollar uchun kerakli bo'ladigan narsa yuzni uhoti, yuzni parvarishi juda ham muhim ahamiyatga ega. Men bu klientimga mana bu tartibda nabor qilib beraman. Krem olayotganda doim nabor qilib ishlating. Bitta, ikkita krem sizga foyda bermaydi. Shu uchun ham buni nabor qilib olish kerak. Unchalik ham qimmat bo'lib ketmaydi, lekin buni 4-5 oy ishlatasiz. 4-5 oy uchun juda ham arzon. Yuzingizni oziqlantirib, namlantirib, uhot qilib parvarish qilsangiz, qarishni oldini oladi. Yuzi doimo chiroyli bo'lib, o'zingizga ham yoqadi, atrofdagilarga ham yoqadi. Shu uchun ham yuz uhotiga juda ham e'tibor bering. Mana bu yuvuvchisi, bu bilan yuz yuviladi. Keyin mana bu tonik bilan artiladi yuz. Tonik doimo kremni yuzni ichiga olib kiruvchi transport vazifasini bajaradi. Hech qachon kremni toniksiz ishlatmang. Tonik, undan keyin ko'z atrofi kremi, kunduzgi kremi, kechqurungi kremi. Kunduzgi kremni ishlatgandan keyin doimiy ravishda eng yuzidan SPF kremlar surtish kerak. SPF krem yuzni tashqi muhitni noqulay ta'siridan, quyosh nuridan, zararli nurlardan, kompyuter zararidan doim himoya qilib turadi. SPF 50 bu quyosh nuridan yuzingizni 8,5 soat himoya qilib beradi. Yuzni namligini ushlab turadi. Havo issiq bo'lganda yuzni namligi bug' bo'lib ketib, yuz qurib qoladi. Mana shuni oldini olish uchun hamma ayollar, butun bolalar ham SPF kremlardan foydalanishi shart. Hozir xudoyimga shukrki, O'zbekiston ayollari ham SPF kremlardan juda ham yaxshi foydalanishyapti. Hamma deyarli barcha ayollar SPF kremlar haqida ma'lumotga ega bo'ldilar va bu SPF kremlardan foydalanishga harakat qilishyapti. Men bundan juda ham xursandman. Demak, yuzimizga dekorativ kosmetika bilan parvarishdan ko'ra uni uhot qilish juda ham muhim ahamiyatga ega ekan. SPF kremlar hozir sezoni,
quyosh nuri juda ham kuchli O'zbekistonda. Shu uchun ham men SPF kremlardan juda ham ko'p 4 ta zakaz urib olganman. SPF krem mana bu asosan quruqroq yuzlilar uchun beriladi. Juda ham bebaho, u xot uchun bebaho narsa. Ana bu Expert seriyasidan SPF kremlar, bu ham SPF 50, bu 2 ta urib oldim, hali yana urib olaman. Bu yog'li yuzlar uchun beriladi va bu yana foydali tomoni dog' tushishini oldini oladi, dog'larni ketkazish vazifasini ham bajaradi. Men ham aynan o'zim mana shu SPF 50 ni Expert seriyasidan ishlataman. Doimiy ravishda menga Expert seriyasi juda ham ma'qul, sababi yuzim yog'li yuzlar uchun mana bu yaxshi. Quruq, normalniy yuzlar uchun Leto SPF 50 juda ham yaxshi. Demak, bizning hozir u xot uchun eng muhim narsa mana shu SPF kremlar hisoblanadi. Botanika mana bu sochni qalinlashtiruvchi va yana to'kilishini to'xtatuvchi, yana zig'ir va bug'doy yog'i bilan birga hajm beruvchi va qalinlik beruvchi shampun. Bu ham shampun berganda sochi klientlarni sochi quruqmi, yog'limi, normalniymi shuni bilgan holatda shampun tavsiya etishimiz kerak, yoki to'kiladigan sochlarga to'kilishini to'xtatuvchi, uchlari yorilgan sochlarga uchining yorilishini ketkazuvchi yoki jonsiz sochlarga jilo beruvchi, jonlantiruvchi shunaqa qilib shampun berganda doim yuzni turiga qarab shampun tavsiya etib berish kerak. Mana bunisi yog'li sochlar uchun shampun. Mana bu gel umuvaniyalar, yuz yuvuvchilarni juda ham doim menda bo'ladi, sababi SPF kremlar hech qachon mana bunaqa umuvaniya va toniksiz men bermayman. Birinchi umuvaniya, undan keyin tonik, undan keyin kunduzgi krem, undan keyin SPF krem. Men shu imkon qadar 4 ta narsani birga nabor qilib beraman. Hech qachon SPF kremni bitta o'zini sotmayman. Dekorativ kosmetika uchun 3 xil tonalniy, bular hammasi zakaz. Bizning febrligimizni tonalniylari juda ham zo'rligi bu namlantiruvchi ahamiyatga ega. Mana shu tonalniy bu ham yuzni namlantiradi, ham chiroyli qilib, ya'ni dekoratsiya oqartiradi, tekislaydi, chiroyli qiladi va yana buni tarkibida vitaminlar ham bor. Vitamin B bor, vitamin B5 va hokazo. Yuz uchun juda ham foydali bu. Hech qanaqa zararli ta'siri yo'q. Agar siz bozordan sertifikatlanmagan, original bo'lmagan poddelka tonalniylar ishlatayotgan bo'lsangiz, yuzingizga tushgan bo'lsa ham, juda ham chiroyli qilib sizga yoqqan bo'lsa ham, uni nimaga tashlavoring, musorga tashlavoring. Sababi hozir chiroyli qilishi mumkin, lekin 2 yil, 3 yildan keyin bu sizga zararli ta'sir ko'rsatadi. Yuzingizni qaritishga, ajin tez tushishiga sababchi bo'lib qoladi. Shunday bo'lmasligi uchun yuz uchun eng qimmat tonalniydan foydalanish kerak. Men shu tonalniylardan yana 2 ta kollagenlik tonalniy zakaz urib olganman. Bu kollagenlik tonalniy yosh o'tgan sari hujayralarimiz kollagen ishlab chiqarishni to'xtatadi. Buni oqibatida yuzda ajinlar paydo bo'la boshlaydi, tarangligi yo'qoladi, osilib qoladi. Shu uchun ham tonalniyni doim kollagenligini ishlatish kerak. Bu birinchidan tonalniy, ya'ni dekoratsiya yuzingizni chiroyli qilish bilan birgalikda yuz hujayralarini kollagenga to'yintiradi. Va yana SPF 15 yuzni 3,5 soat quyosh nuridan himoya ham qiladi. Demak, mana bunday ham yuz uchun o'xot, ham tonalniy bo'lgan tonalniylardan foydalanish kerak. Hech qachon arzon mahsulotni yuzingiz uchun ishlatmang. Xo'p, ana bu pomada. Men buni 3, 4, 5, 6 katalikdan beri kutaman. Bu pomadalar men oldin ishlatib ko'rgan, menga juda ham ma'qul bo'lgan. Olaman degan paytim skladda tugab qolavergan.
Shu uchun ham hozir mana shu 5-6 katalikdan beri birinchi marta urib olyapman. Urib olaydim, bitta ikkita urib olaydimda tezda, buni juda tez sotaman bu pomadalarni. Bu matviy pomada. Buni o'sha labizga qo'ygan paytingizda uzoq turadi. Artib tashlasangiz ham uni enib qoladi deydi-ku, shunaqa enib qoladi. Va yana buni tarkibi shunaqangi zo'rki, ovqat bilan birga yeb olsangiz, ichingizga ketsa ham, oshqozoningizga ketsa ham hech qanday zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Bu oshqozon uchun ham foydali va yana 24 soat davomida labizdan ketmaydi. Skidka narxida chiqqan, bundan yana urib olaman. Men buni ishonamanki, bu hamma ayolga kerak. Agar bozordagi arzon pomadalardan ishlatayotgan bo'lsangiz, tezda uni musorga tashlavaringda. Mana bunaqangi febrlikni eng sifatli, sog'lik uchun foydali, 24 soat labizdan ketmaydigan matviy pomadalardan foydalaning. Mana bu yerda bitta mahsulotimiz bor. Bu atir zakazga urilgan. Bu klientim 3-marta shu atirdan olishi sababi buni sepib ishga borganimda erkaklar ham, ayollar ham nima sepdiz? Hidi juda zo'r ekan. Ko'rsating. Qanaqa ko'rinishda, oti nima degan savollarni juda ko'p berishadi. Men shu atrofdagilar duxingizni hidi zo'r ekan desam men juda ham xursand bo'laman deb mana 3-marta mana shu atirni zakaz qilishi klientim. Demak, ko'pchilikka yoqqan bu atir. Shu klientim 3-marta olayotgani uchun menga ham yoqib qoldi. Probnikidan urib olib, hidlab ko'rdim. Haqiqatdan ham ajoyib ekan. Men buni oldin e'tibor bermaganman. Nima uchun? Bu shirin hid, juda ham shirin hid deb o'ylaganman, lekin bu unaqangi shirin emas. Hid yoqimli, ko'pchilikka yoqadigan ifor ekan. Va yana bitta mana bu qosh uchun qalam, o'zi 25 ming, lekin qoshni tabiiydek chizgan payt tabiiydek qiladigan to'q jigar rangidan urib oldim. Ko'pincha shunaqangi ranglarni yaxshi sotaman. Va yana mana bu yerda taraydigan, qoshni taraydigan taroqcha cho'tkachasi ham bor. Shu bilan tarab qo'yganda qoshingiz tabiiydek turadi va yana buni sifati sertifikatlangan bo'lganligi uchun qoshingizni to'kib yubormaydi, nojo'ya ta'sir ko'rsatmaydi. Mana bu pudralardan juda ham ko'p sotaman. Har katalik mubolag'a emaski, 5-6 ta zakaz urib olaman. Atigi 55 ming. Lekin bu pudralar yuzga juda ham yaxshi yotadi. Ya'ni yuzingizga nima bo'lib qolmaydi, yemasdan yuzda mani yuzim pudrani yemaydi, diykon bo'lmaydi. Buni juda ham ko'p hammani yuziga tushadi bu. Chunki shu klientlarimdan biror marta bu pudrani berganimda yoqmadi menga, mani yuzimga tushmadi pudrangiz degan gapni eshitmaganman. Puli ham juda ham arzon, yaxshi va yana juda ham sog'lik uchun ham foydali. Yuz uchun hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q.